Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobalari, tobiinlar, tabi'a tobiinlarning hayotlarini o'rgansak azizlar, naqadar bizga ma'nolik, naqadar bizga kerakli tarbiyalarni ko'ramiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning buyuk sahobalaridan, u zotning xodimlaridan biri bo'lgan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu, Xolid ibn Valid Kufaning g'arbidan olib kelgan bir qancha asirlar ichidan o'ziga bir asir tanlab oldi, bir qul tanlab oldi. U mahallar quldorlik tuzumi edi azizlar. Quldorlik tuzumini birinchi bo'lib yo'qotishga harakat qilgan o'sha davrda bizning go'zal dinimiz. Kim qulni ozod qilsa unga savob berilishi, qulni musulmon qilganga savob berilishligi haqida Rasulimiz alayhisolatu vasallam juda ham ko'p gapirganlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mana shunday bir xizmatkor oldilar. Yigitni tarbiya qildi, u islom dinini qabul qildi, iymonga keldi. Shu darajada iymoni baquvvat bo'lib ketdiki, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu bilasizlar, u zot payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning xizmatlarida 10 yil bo'lgan zot, uylarida tarbiya bo'ldi, uning uchun qalbiga nur kirdi, islom nuri kirdi. Shu qadar bo'lib ketdiki, kunlardan bir kun Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qarasa, Sirin kechqurunda yig'lab namoz o'qiyotgan ekan. Oldiga kelib, "Nima qilyapsan?" dedi. Sirin Anas ibn Malikka qarab, "Xo'jam," dedilar. "Men sizni xizmatkoringiz, qulingizman. Men kunimni 2 qismga bo'lib oldim. Kunduzi sizga xizmat qilaman, kechasi esa bandaligimni bajo qilay deb ibodat qilib chiqaman," dedi. Anas ibn Malik unga qarar ekan, "Subhanalloh, sen mening xo'jamning quli bo'lib qolsan," dedi. Ya'ni Allohga mendan ko'ra ko'proq qul bo'libsan, men xo'jamni qulini qul qilib ishlata olmayman, seni ozodsan, dedi. Sirin juda mohir bir hunarni egallagan edi. Ba'zilar uni temirchi yoki bo'lmasa miskar desa, ba'zi tarixchilar uni qozon quyuvchi ham debdilar. Mana shunaqa kasbni egallagan Sirin yangi musulmon bo'lgan, dinda har bir jabhalarini o'rganar, buyuk sahoba Anas ibn Malikdek zotdan va boshqa sahobalardan dinda ta'limini olardi. Hunari yaxshi, birpasda hammaga tanildi, qo'liga bir qancha sarmoyalar tushdi. Odamlardan so'radi, "Men boy bo'lyapman, badavlat bo'ldim, nima qilish kerak?" Odamlar maslahat berdi, "Ey Sirin, endi o'zingga tinch bo'lib qolding, uylan, oila qur. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uylaninglar, ko'payinglar. Men ummatimni ko'p bo'lishdan faxr qilaman degan, qodir bo'lding boqishlikka, uylan," dedilar. Kimga uylanish kerak? Rasulimiz alayhisolatu vasallam dini diyonatligiga uylanishlikni tavsiya qilganlar. Mana shundayga uylan dedilar. Sirin o'ziga jufti halol izlashni boshladi. Tasavvur qiling, kechagina qul edi, ozod bo'ldi. Na uni atrofda yaqin qarindoshi bor, na e'tiborli nufus himoyachisi bor, hech kimi yo'q bo'lgan oddiygina bir inson, musofir bo'lib kelgan inson o'zi uchun jufti halol izlayapti. Kim beradi bunga qiz? Hozir shunaqa inson kelsa qizingizni bera olasizmi? Yo'q, albatta. Sirin o'zi izlab bir xonadonga sovchilikka o'zi kirib bordi. Kimni xonadoniga deysizmi? O'sha davrda xalifa bo'lib turgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uylariga. Albatta o'zini qizi emas, u ham xuddi shunday joriya bo'lib, boqib, tarbiya qilib, Sofiya deb ism qo'yilgan, ayniqsa Oyisha onamiz sevgan qizlarini uylariga kirdi. Ozod qilingan joriya edi. Abu Bakr Siddiqning oldilariga kelib radhiyallohu anhuga, "Qizingiz bor ekan, o'zingizni qizingiz emas ekan, joriya boqib katta qilgan ekansiz. Dini diyonatini eshitib keldim, menga o'sha qizingizni nikohlab bering," dedilar. Abu Bakr Siddiq, "Ey, nima deyapsan? Sen kimsanki mendek amiral mu'minin, mo'minlarning amiri bo'lib turgan Abu Bakr Siddiqdek zotni uyiga sovchi bo'lib ostonamni hatlab kirishlikka senda qanday jur'at bo'ldi? Sen kimsan o'zi?" degan gapni gapirmadilar. Balki unga qarab, "Marhabo, xush kelibsiz, qadamingizga hasanot. Sizdek inson bizni xonadonimizga kelganidan boshimiz osmonga yetdi," dedilar. Qarang, ba'zan ko'cha-ko'yda eshitib qolamiz, ba'zi aka-ukalarimiz kalandimoqlik bilan aytadilarki, "Falonchi meni uyimga qizimni so'rab kelibdi. Juda xafa bo'ldim." Sen kimsan-ku meni uyimga qizimni so'rab kelasan? Nima haqqing bor? Jahlim chiqdi, ayolimga telefon qilib haydavor dedim, ayolini haydavordi. Ey birodar, qizingiz bor ekan, sizni uyingizga kelyapti. Xursand bo'lib kutib oling. Sizni o'ziga munosib ko'rganligi uchun shukr qiling. Siz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan ziyoda emassiz. Xush kelibsiz deng.
sizni yaxshi insonlar qatoriga qo'yibdi. Umr yo'ldosh uchun sizni juftingizdan dunyoga kelgan farzandingizni ixtiyor qilibdi. Bu siz uchun sharaf bo'lish kerak. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Qizi borni uyga shoh va gado kiradi deb bekorga aytmagan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ammo uzr so'rayman dedi. Qizimni Oyisha radhiyallohu anha tarbiya qilgan. Men undan bir so'rab qo'yay dedilar. Xo'p deb Sirin chiqib ketdi. Abu Bakr Siddiq odamlardan so'ray boshladi. Bir Sirin degan bola kelibdi. Taniysizlarmi? Odamlar maqtadilar. U zo'r, u hunarmand, u badavlat, u tijoratchi. Qizingizni bersangiz shundayga berasiz. Lekin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga hech kim ko'yinidagi javobni bermasdi. Chunki u zot-i barakat uni na tijoratini, na kasbkorini, balki uni husn xulqini, din va diyonatini so'rardilar. So'ngra odamlar aytdiki, u Anas ibn Malikni quli edi, Anas ozod qilgan, oldiga boring dedilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da oldiga bordilar. Ya Anas dedilar. Sizni uyingizda qul bo'lib kelgan ozod bo'lgan Sirin degan Oyisha boqib tarbiya qilgan Sofiyaga sovchi bo'lib kelibdi. Qanaqa yigit? U qiz bizga omonat, munosibiga beraylik dedik. Anas ibn Malik yaxshi yigit, hunarmand, o'ziga tinchlayotdilar, gapini to'xtatdi-da. Ya Anas ibn Malik dedilar. Akhbirni an dinihi. Menga uni dinidan gapiring, xulqidan gapiring dedilar. Zavijha ya amiral mu'minin. Ey amiral mu'minin, qizingizni tezda unga nikohlab bering. Undan yomonlik ko'rmaysiz dedilar. Men guvohlik beraman, u shunday taqvodor bo'lganligi uchun men uni ozod qildim dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu boqib olgan qizlari Safiyani Siringa nikohladi. Sirin odamlardan so'radi, endi nima qilish kerak? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uylansangiz e'lon qiling, xursandchilik qiling, to'y qiling deganlar, to'y qil dedilar. To'y qildilar. Albatta isrof qilmagan holda. Uyiga bir qancha ulug' zotlarni chaqirdi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu keldilar. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu keldilar. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu hammalari kelib o'tiribdilar. Ularga osh non berib, xursandchilik qilib, nikohlarini e'lon qilgandan keyin Sirin hech kutmagan bir gapni gapirib qoldilar. Ularning oldiga chiqib, sizlarni men uylanganimni e'lon qilishlikka chaqirishlik bilan birga duolaringizni olmoq uchun chaqirdim. Menga duo qilib beringlar. Allah mana shu qiz bilan baxtli saodatli qilsin u solih farzandlar ato qilsin dedi. Oraga sukunat cho'kdi. Kim duo qiladi? O'tirganlardan birlari aytdilarki, ichimizda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning jiyanlari o'tiribdilar dedi. U zot Ibn Abbos radhiyallohu anhu shu zot duo qilsinlar biz amin deb turaylik dedilar. U zotdan boshqamiz duo qilishga haqli emasmiz dedi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ularga qarab, kechirasizlar. İçimizde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kim Cebrail farishtadan Qur'on eshitishni xohlasa Abdullah ibn Mas'udni qiroatiga quloq solsin degan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qiroatlari Cebrail alayhissalomdek farishtani qiroatiga o'xshatilgan zot o'tiribdilar. U kishi duo qilsalar men amin dedilar. U kishi aytdilarki, kechirasizlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamni bir necha yil xizmatlarini qilgan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu turibdilar. Bir-birlariga mana shunaqa qildilar. Odobni qarang. Bir payt hammalari to'planib aytdilarki, ichimizda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu o'tiribdilar. Qur'oni Karimdagi Bayyina surasi nozil bo'lganda Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga mana shu Bayyina surasini birinchi bo'lib Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ga o'qib berishni topshirgan. Mana shu buyruqni bergan ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu oldilariga kelib, "Ya Ubay, Alloh azza va jalla ushbu surani sizga o'qib berishlikni buyurdi" deganda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ovoz chiqarib, "Alloh meni esladimi? Alloh meni esladimi? Alloh meni ismimni aytdimi?" deb yig'lagan ekanlar. Mana shu zot ham o'tiribdi ekanlarda o'sha davrada. Sahobalar aytdilarki, Ubay ibn Ka'b duo qilsinlar, biz amin deb turaylik. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu duo qildilar, hammalari amin deb turdilar. Badr ishtirokchilari, ulug' zotlar mana shunday Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Ibn Abbos radhiyallohu anhu, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu va boshqalar duo qildi. Nima deb o'ylaysiz? Bir yildan keyin Alloh Siringa go'zal bir o'g'il ato qildimi? Hikmat Allohniki azizlar. Farzand bermadi Siringa. 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil. Hamma hayron. Nega bunday bo'lyapti? 5 yil o'tdi, 6 yil o'tdi, odamlar muddat o'tgandan keyin Siringa ozgina gapiradigan bo'ldilar. Sirin, bola bo'lmayapti-ku, boshqaga uylanib ko'rmaysanmi dedilar. Alloh berib qolar dedi Sirin. Allohdan umidim katta dedilar.
8 yil, 10 yil bo'ldi. Farzand yo'q. Odamlar sal qattiqroq gapira boshladilar. Sirin, bunday qilmagin, yaxshi yigitsan, boshqaga uylana qolgin endi. Yo'q, sabr qilaylik. Allohdan so'rayapmiz, berib qolar. 15 yil bo'ldi. 15 yil. Oxiri odamlar o'rab olib qattiqroq gapirishdi. Sirin, qanaqasan sen? Uylanmaysanmi? Boshqasiga uylan. Axir tug'mas xotin bilan yuribsan deganda Sirin yig'lab yubordi. Nima deyapsizlar? Meni ayolimni boshini kim silagan bilasizlarmi? Oysha onamiz silagan. Meni ayolim Abu Bakr Siddiqdek zotning uyida tarbiyalangan. Meni to'yimda mana shuncha Badr ishtirokchisi duo qilgan. Nima uchun ularning duosidan keyin Alloh menga farzand bermas ekan? Agar o'shundan keyin ham farzand bermasa, men 10 taga uylansam ham bermaydi. Men o'sha duolarning mustajabligidan umid qilaman. Ishlaringiz bo'lmasin dedi. Ba'zi tarixchilar 23 yil, ba'zilar 20 yilda Siringa Alloh bir o'g'il berganini yozadi. Shunday bir o'g'il berdiki, hozirgacha biz nomini eslab ulug'laydigan, tushlarni tafsirini aytib beradigan darajadagi ulamo bo'lgan, taqvoda, zuhdda, ilmda tengi yo'q bo'lgan Muhammad ibn Sirin degan zot dunyoga keldi. Otasini, onasini sabri bilan, otasini, onasini umidi bilan. Ba'zan azizlar, qizimizni turmushga bersak yoki o'g'limizni uylasak, bir yilda bola ko'rmasa ajratishlik hukmini chiqaramiz. Bo'ldi, bola ko'rmayaptikan ajratish kerak. Birodar, farzand berguvchi Alloh, sabr qiling, duo qiling, duo oling, umidingizni uzmang. Albatta Alloh beradi. Allohdan umid qiling. U bechora mushfiq qizimizni xorlamang. Allohdan so'rab turavering. Mana shu zot mana 20 yildan ortiq Allohdan so'radi. Alloh bola berdi. Undan keyin mana tarixchilar yozyapti, juda ko'p aka-ukalar ko'rdi Muhammad ibn Sirin. Hammalari buyuk olim bo'ldi. Muhammad ibn Sirin rahmatulloh alayhi tobiinlardan buyuk zot bo'ldilar. Shunday bir zot bo'ldilarki, taqvoda, ilmda chegarasi yo'q bo'ldi. Hattoki bozorga kirsalar zikrda aytib savdodan to'xtab qolar ekan. Kunlardan bir kuni Muhammad ibn Sirin hazratlariga bir odam yog' sotdi. Zaytun yog'i, 40 ming dirhamlik. Qarasalar ichiga sichqon tushib, chirib, yorilib ketibdi. O'ylanib qoldilar, endi nima qildim? Odamlarga sotsam buni haromni sotaman. Qaytarib bersam egasi betaqvolik qilib odamlarga sotib yuborsa nima qilaman? To'kib yubordi. Natijada qarz bo'lib qoldilar, bera olmay qoldilar. Haqdor esa Muhammad ibn Sirinni valiga shikoyat qilib qamatib qo'ydi. Zindonga tushib qoldilar. O'sha joyda o'tirib qoldilar, nima qilishni bilmaydilar, yig'layaptilar. Uzishga harakat qildi, Allohdan so'radi, lekin haqdor haq qamab qo'ydi. Shu payt ulug' zot sahobai kirom Anas ibn Malik radhiyallohu anhu olamdan o'tdilar. Olamdan o'tishlaridan oldin ularga iltimos qilib, meni yuvishimni ham, kafallashini ham, janozamni ham Muhammad ibn Sirin o'qisin dedilar. Shunday deb vasiyat qildilar. Odamlar valini oldiga bo'ldilar. Ahar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu buyuk sahoba, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning eng yaqin sahobalardan 10 yil xizmatida bo'lgan olim zot, vasiyatlarni bajaraylik, bir marta ruxsat bering, kelib janozasini o'qib bersin, yana qaytib qamog'iga borsin dedi. Hammalari oldiga kelib iltimos qildilar. Muhammad ibn Siringa ruxsat berdi. U zot chiqib Anas ibn Malikning janozasini o'zi o'qidilar. Hatto janozani o'qib uyida bola chaqasi bilan ko'rishmasdan yana to'g'ri zindonga qaytib keldi. Zindonda xizmat qilib turgan askarlar, nega bunday qildingiz, nega oilangiz bilan ko'rishmadingiz deganda, vali menga faqat janoza o'qishlikka ruxsat berdi dedilar. O'sha joyda turgan askarlar buni nima uchun qamalganini eshitib, axir siz taqvo yuzasidan shunday bo'pti ekan, sizga kechqurun oilangizga borishga ruxsat beramiz, borib oilangiz bilan yotib ertaman zindonga qaytib keling, hech kimga aytmaymiz dedilar soqchilar. Unda Muhammad ibn Sirin ularga qarab, bunday qila olmayman. Nega? Chunki vali sizni rahbaringizni topshirig'ini buzib xiyonat qilishingizga men sherik bo'la olmayman degan ekanlar. Mana shunday taqvodor zot ota-onasining taqvosi bilan, sabri bilan dunyoga kelgan ekan. Kim duo olsa azizlar, duoning mustajabligidan umid qilsin. Oila qurganlar farzand ko'rishligidan umid qilsin-da va barcha farzand kutib turganlarga